Xo'p, nimaga yaponlarning matematika fanida omadi kelganini asosiy sababi? Bu haqida ham gaplashganimiz yo'q. Homework haqida gap bor, correction haqida gap bor, lekin polniy paragrafim u haqida deb olishim menda xato bo'ladi. Menda ishonchim komil bo'ldi, endi ikkinchi variantdan boshqa konkret, aniq mos keladigan variantim yo'q. Va keyingisiga o'taman. Bitta paragraf qoldi o'zi. So what are the major contributing factors? Factors sabab. Major contributing factors asosiy hissa qo'shayotgan omillar in the success of math teaching. Matematikani o'rgatayotgandagi muvaffaqiyatdagi asosiy sabab bo'layotgan omillar, sabablar nima? O'zim men bu haqida buni tushunib bo'ldim. O'shancha miyam ham tarjima qilgisi kelmay qoldi. Asosiy paragrafim bu topic sentence tushunganingizda, topic sentence'da ma'lum. Bu paragraf bizda bo'ladi nima haqida? Sabablari haqida. Sabablari nimaga yaponlarni matematikani o'rgatish bo'yicha yetakchilikka chiqqani bo'yicha. Lekin mayli, men xulosa chiqardim. Yana ham shu narsa to'g'riligini bildirish uchun nima qilardim? Oxirgi gapini o'qiyman bu yoqda, buni birinchi gapini va buni oxirgi gapini o'qiyman. Shunda rostdan ham siyosiy paragraf shu haqidami yo'qmi? Yana bir marta ishonchim komil bo'ladi. Xo'p, nima bo'lyapti? Japanese culture, the masses is recognized as important compulsory subjects throughout schooling, and the emphasis on hard work coupled with focus on accuracy. Okay. Ya'ni shu contributing factorlar haqida gapiryapti. Other relevant points. Contributing factorsga boshqa pointlar. Sorry. Xo'p, va oxirgisiga they were mainly good and one or two were inspirational. They buyam anaqa tipaga refer qiladigan pronoun bizda o'shancha bitta gapini o'qishimiz kerak. Undan bitta oldingi gapdi. No poor math lessons were observed. Hech qanaqa yomon matematika darslari kuzatilmadi. Ular hammasi yaxshi va bir ikkitalari hattoki inspirational, ya'ni ilhomlantiruvchi ham edi. Ya'ni hammasi matematika sohasidagi successni sabablari haqida gap ketyapti. Bu bizda the success of compulsory education, success bor, yana boyaga gapda, ko'ryapsizmi? So'zlarni shunaqa o'yin qilib tashlashadi. Success haqida gap bor, lekin compulsory education emas, math education deydi. Comparative expenditure haqida ham gap bo'lgani yo'q. The key to Japanese success in math education, yes. The role of homework correction haqida hech qayerda o'qiganim yo'q. Va bu yerda men o'zimga ishongan holda 8 ni tanlashim mumkin. Xo'p, bu bizda men odatda headingni qanaqa qilishim va yana qaytaraman, bu juda yengil qilib hozir tushuntirdim. Agar buni birma-bir ishlab tushuntiradigan bo'lsam, bu juda ham ko'p vaqtga ketadi. Hozir ham o'zi 20 minutdan ko'proq video chiqdi, 3 ta video chiqdi. Va buni heading bilan ishlash qiyin. Kerakli bo'ladigan skilllarni rivojlantirishga ham vaqt ketadi. Hozir men og'zaki shunchaki tushuntirib ketdim. Aslida buni ichida 4 ta 5 ta skill bor. Siz ishlab rivojlantirishingiz kerak bo'lgan. Lekin asosiy narsa bilasizmi? Asosiy narsa bu vocabulary. Reading is all about vocabulary. Agar vocabulary yaxshi bo'lmasa, qanaqa skill o'rgansangiz ham, qanaqa strategiya o'rgatsangiz ham sizga hech qachon reading ishlay olmaysiz. Shuning uchun hozir bundan keyin esingizda bo'lsa plan tashlagandim kunda boshida. Bundan keyin hozir biz siz bilan ko'rib chiqamiz paraphrase list qanaqa qilish haqida.